Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zArxiv agentligi tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlarini o'rganish hamda ijro intizomini ta'minlashga doir olib borilayotgan ishlar yuzasidan quyidagilarni ma'lum qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbarining 2026-yil 4-maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilishga bag'ishlab 2026-yil 13-mart kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida agentlik tomonidan yo'l xaritasi tasdiqlandi. Agentlik va uning tizim tashkilotlarida rahbarlar boshchiligida tizimda murojaatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish, aholining ariza va shikoyatlariga sabab bo'layotgan tizimli muammolarni tahlil qilish bo'yicha ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruhga aholining ariza va shikoyatlariga sabab bo'layotgan tizimli muammolarni tahlil qilish bo'yicha Prezident xalq qabulxonasi bilan doimiy hamkorlik tizimini yo'lga qo'yish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqishda birinchi rahbarlarning shaxsiy mas'uliyatini ta'minlash, bunda aholi murojaatlarini ko'rib chiqishni asossiz ravishda o'rinbosarlar va tizim tashkilot rahbarlariga yuklash amaliyotiga chek qo'yib, murojaatlar yuzasidan asoslangan qarorlar birinchi rahbarlar tomonidan qabul qilinishi hamda ularning ijrosi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish, murojaatlar bilan ishlaydigan rahbar xodimlarning malakasini oshirish vazifalari belgilab berildi. O'zArxiv agentligi va uning tizim tashkilotlarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashning ahvolini tanqidiy ko'rib chiqish, natijadorligini oshirish yuzasidan manzilli chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Shuningdek, hududlardan kelib tushayotgan murojaatlarni tahlili hamda murojaatlarni ko'payishiga sabab bo'layotgan masalalar va tizimli muammolarni inobatga olgan holda agentlikning sayyor qabul o'tkazish 2026-yil reja jadvali ishlab chiqilib, kabinet PM.Go.uz axborot tizimiga kiritildi. Shu bilan birga O'zArxiv agentligi va uning tizimidagi tashkilotlarda 2026-yil birinchi chorak davomida jismoniy va yuridik shaxslardan 371 ta, demak, jumladan 345 ta ariza, 26 ta shikoyat turidagi murojaatlar kelib tushgan. Shundan agentlikka 238 ta hamda uning tizim tashkilotlariga 133 ta murojaatlar kelib tushgan. Bundan tashqari 2026-yil 5 oy davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan 36 ta sayyor qabuldan amalda o'tkazilgan sayyor qabullar soni 36 tani tashkil etdi. Shu jumladan agentlik direktori 4 ta, direktor o'rinbosarlari 2 ta, hududiy boshqarma boshlig'lari 30 ta sayyor qabullari o'tkazdilar. O'zArxiv agentligi va uning hududiy boshqarmalari rahbarlari tomonidan 2026-yil 5 oy davomida o'tkazilgan sayyor qabullarda 141 nafar jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar vakillari qabul qilindilar. Agentlik tizimidagi arxiv muassasalarida 2026-yil birinchi choragi davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqishda kamchilik hamda qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yganliklari uchun 2 nafar rahbar va mas'ul xodimlar intizomiy javobgarlikka tortilganlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi 61-66 son farmoni, 2021-yil 31-maydagi 51-32 son qarori hamda 2025-yil 25-iyuldagi 117 son farmoni asosida agentlikda ijro intizomini mustahkamlash, qonunlar va davlat rahbari hamda hukumat hujjatlarini ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, agentlikka bevosita birinchi rahbarga bo'ysunuvchi alohida tuzilma ijro nazorati va ish yuritish bo'limi tashkil etilgan. Ijro intizomiga mas'ul xodimlarning malakasini oshirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan bo'lib, ijro holati yuzasidan kunlik tizimli monitoring olib borilmoqda. Kamchiliklarga yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan intizomiy choralar qo'llanilmoqda. Shuningdek, har haftada kamida 2 marotaba topshiriqlar ijrosi va murojaatlar bilan ishlash holati rahbariyat ishtirokida muhokama qilinmoqda. 2026-yil o'tgan 4 oy holatiga agentlikka qonunlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari bilan bog'liq jami 49 ta topshiriq kelib tushgan. Ularning 32 tasida agentlik asosiy ijrochi, 17 tasida esa qo'shimcha ijrochi sifatida belgilangan. Mazkur topshiriqlarning barchasi belgilangan muddatlarda sifatli ijro etildi va tegishli asoslovchi hujjatlar bilan Ijro.Go.uz idoralararo yagona elektron tizimiga kiritilib, nazorat qiluvchi organlar tomonidan kelishildi. Ijro intizomini ta'minlashda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida tegishli ma'lumotlar muntazam ravishda O'zArxiv agentligining rasmiy veb-saytiga joylashtirib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz davlat arxivlari faoliyatida qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, O'zArxiv agentligining yagona ishonch telefoni 55 kodi bilan 50 301 50 telefon raqamlari orqali xabar berishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.